Salom do'stlar, aktyor bo'lishni xohlaysizmi? Bunda JS Production sizga yordam beradi. O'z aktyorlik mahoratingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamlari kommentariyada joylashgan. Dada, ataylab qilganim yo'q. To'satdan shunday bo'lib qoldi. Biroz ichib olgandik. Bunday bo'lishini bilganimda qilmagan bo'lardim. Kechiring, dada. Sen ahmoq! Nima qilib qo'yding? Men senga necha marta aytganman. To'g'ri yur, qadamingni to'g'ri bosib. Dada, bu xatoni o'zim qildimmi? O'zim to'g'rilayman. Ichib olib, ko'chalarda janjal qilding. Chizadim. Chakib olib, bir nimalardir qilib yurding. Innamadim. Endi bu qilgan ishing boshingga katta balo yog'diradi. Dada, nima qilgan bo'lsam ham hammasini o'zim to'g'rilayman. Barini to'g'rilayman o'zim. O'zim tuzataman hammasini. Ey ahmoq. Nimani tuzatasan? Nimani tuzatasan? Ahmoq, nimani? Orqangni tozalashni bilmaysan-u, shu ishni tuzata olarmiding? Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Sen odam o'ldirib qo'yding, odam. Dada, o'zimni orqamni tozalashni juda yaxshi bilaman. Hammasini to'g'rilayman. Yosh bola ko'rmang meni. Shu ishni o'zim qildimmi? O'zim javob beraman. Yo'q, javob beraman degan. Mashinani kaltini berib yoqqa. Endi ko'chaga chiqmasdan uyingda qisib o'tirgan. Bu haqida birovga gullab yurmagan. Bu ishni yopmagunimcha ko'chaga chiqmaysan, birovga gullamaysan, jim uyingda o'tirasan. Tushundingmi? Kozum aka, endi nima qilamiz? Bu ishni tezroq hal qilmasak bo'lmaydi. Murod, hozir senga aytadigan gaplarimni Nodir akangga yetkazasan.
Ha. Nima gap? Hech gap yo'q. Oylik olmadingmi? Ishdan bo'shadim. Ishdan bo'shagan bo'lsang, ish top. Nima qilib o'tiribsan? Ishladim. Topgan pulim hammasini berdim. Borib aytdi, yana ichdingiz. Ishlaganim nima foydasi bor? Nima? Bu gaping bilan meni alkash demoqchimisan? Ha, alkash demoqchiman. Mana shunaqa ichkiligingizda bechora onam o'lib ketdi. Qachon tugatasiz bu ishlaringizni? San it. Menga aql o'rgatyapsanmi? Aql o'rgatmayapman. Rostini aytyapman. Nima, yolg'onmi bu? Butun mahalla biladi alkashligingizni. Ko'chada ham normalniy yurolmayapman. San kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Gaplaringni o'ylab gapirgin. Men otangman. Otang. Ani boqishga majbursan. Tushundingmi? Ey, ota bo'lib nima qilib qo'ydingiz menga? Aqlimni taniganimdan beri uyda tinchlik ko'rganim yo'q. Mana shunaqa iskart odatingizga onam chidamasdan oxiri o'lib ketdi. Nima? Meni ham o'ldirmoqchimisiz? Bo'ldi. Qachon endi odam bo'lasiz? Onangni men o'ldirdimmi? Demak, sen yaxshi odamsan. Men yomon odam bo'ldimmi? Shunaqami? Unda mana bu nima bu? Men ichdaman. Lekin bunaqa qilsa chakmayman. Kecha xonani topib oldim. Ha? Endi kim yaxshi-yu, kim yomon odam? Ey, qush uyasida ko'rganini qiladi. To'xta, hali gaplarim bor. Men bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Beraman deb aldab yurasan-da, uka. Unaqa bo'lmaydi. Qarzing bormi? Qarzingni o'z vaqtida to'lashni o'rgan, uka. Unaqa emas-da endi. Aka, to'g'ri, qarzim bor. Uzog'i 2 kunda yopib beraman. Unaqa o'yin qilib tashamada, uka. Bersang berdi. Shuni ko'chadagi muammolarimni hal qilib olaman. Bo'ldi, sizni hammasini pulni tashlab beraman sizga. Menga qara, uka. Yana senga 2 kun vaqt beraman. 2 kun ichiga qarzingni to'lab qo'ygin. Bo'pti aka, xo'p. Bo'pti, kutaman. Xo'p, 2 kunda hal qilib beraman. Bo'pti, xo'p. Javlon. Nima gap, diyor? O'rtoq. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Yaxshi kelding. Tinchmi? Ha, tinch. Ha, nima gaplar? Og'ayni. Qarzlarim ko'payib ketgan. Bilasan, mana bu mashinani ham arendaga olganman. Shuni qarzlarni to'lashim kerak. Ancha qarz bo'lib qoldim. To'la olmayapman. Kiraga chiqib, asta-sekin qarzingdan qutulsang bo'ladi-ku. Nima, kiraga chiqmayapsanmi? Og'ayni, gapirishga oson. Hamma joyga kamera qo'yib tashashgan. Topgan pulim faqat shu mashinaning jarimasiga ketyapti. Sanam, mashinani o'chirmasdan sekin-sekin haydagin-da. Qonun qoidaga rioya qilgin. O'zingda ham ayb bor-da. Uchirib haydaysan mashinani. Ha, mayli. Bir gap bo'lar. Ha, aytgancha. O'yin yaxshimilar? Tuzalib qoldilarmi? Yo'q, afsuski.
Nega? Ahvollari yaxshi emas. Ha, ahvollari og'ir bo'lsa, shifokorga olib bor, ko'rsat, davolat. Allaqachon olib borib ko'rsatib olganman. Xullas, onamning kasallari jiddiy ekan. Davolanishlari uchun katta pul kerak. Hozir qo'limdan kelgancha dori-darmonlar sotib oldim. Bu yog'iga nima qilishni bilmayapman. Hech qachon bu qadar qiyin ahvolga tushaman deb o'ylamadim. Ha, tushunarli hammasi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilma. Imkonim bo'lganda senga puldan yordam qilardim. Lekin onangni davolatish uchun bir yo'lini qilamiz. Siqilma faqat. Bu yog'iga nima qilishni bilmayapman. Hech qachon bu qadar qiyin ahvolga tushaman deb o'ylamadim. Nimasini aytasan? Menda ham shu muammo. Pul topishim kerak uylanishim uchun. Sen uylana olmay ovorasan. Men bo'lsam Mohira bilan aloqalarni uzdim. Nima bo'ldi? Mohirani yaxshi ko'rarding-ku. Mohira, men senga sharoitimni tushuntirdim. Meni ham tushunsanchi axir. Muammolaringiz bilan jonimga tegdingiz. Sizga ortiq endi ishonmayman. Sharoitim yo'q deb 1 yildan beri aldab kelasiz. Muammolaringiz bilan jonimga tegdingiz. Menga qarang Joriga. Endi men hayotimga aralashmang. Men hayotimni o'zim hal qilaman. Meni tinch qo'ying. U o'ziga boshqa yigit topibdi. Ha, mayli, siqilma og'ayni. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Jolon, Ha. o'z sani oldinga qarshi so'rayman deb chiqdim. Sani ham ahvoling og'ir ekan. Mayli og'ayni, sog' bo'lgin, yaxshi qolgin. Yaxshi yetib ol. Bo'pti, xo'p. Xullas, Nodir aka. Bu ishni siz hal qilar ekansiz. Buni Kozim aka aytdi. Buni hidi ham, izi ham qolmasin aka. Yog'ini o'zingiz bilasiz. Bu Kozim akaning o'g'li boshimizga bitgan balo bo'ldi-da Murod. Men bu ishni qilishga qilaman-u, lekin ertaga hidi chiqmaydi deb javob bera olmayman. Nodir aka, bunaqangi ishlarga ustoz, sizdan boshqa bu ishni hech kim qila olmaydi. Kozim aka sizni bekorga shaxmatchi deb maqtamaydi. Chunki ko'p muammoli ishlarni siz hal qilgansiz aka. Sizga qo'yib qolish kerak. Ha, shaxmatchi. Bu laqabni men qamoqxonada orttirganman, Murod. Bu laqab menga go'yoki xavfli unvon. Nodir aka, Kozim aka aytdiki, shu ishni toza bitirsangiz, shu ishlatib yurgan klubni sizga beraman dedi. Butunlay. Yaxshi Murod. Qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Nodir aka, Zafarni qilgan ishini bilasiz. Bu ishni bugun hal qilish kerak. Zafarni mashinasiga oldi. Jasad bagajda. Mashina tashqarida turibdi. Jasad sasib qolmasdan bugunoq o'zingiz biror nima qiling. Yaxshi Murod. Qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Kozim aka xavotir olmasin. Aytgancha. Kecha kechqurun klubda Zafarni tasvirga tushib qolgan videolarni o'chirish esingizdan chiqmadimi? Xavotirlanma. Nima qilyapganimni o'zim juda yaxshi bilaman. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Xo'p, Nodir aka. Sizga hammasini to'liq tushuntirdim. Endi menga ruxsat aka.
Zafar, yaxshimisan og'ayni? Ke o'rtoq. Uzunmisan? Nima gaplar? Yaxshi, tinch. Kecha nima qilganim esimda yo'q. Sen esingdami? Kecha kechqurun ko'proq ichib yubording og'ayni. Buni orqasidan bilasanmi, ani dordan ham urding. Lekin o'rtaga chiqib, rosa mazza qilib o'ynading. Biting to'kildi og'ayni. O'sha o'ynaganlarim hech birini esla olmayapman. Ha, rosa o'ynading. Yoningdagi qizni ham hech tinch qo'ymading. Qayerdan topding o'zi? Bir ikki kun oldin tanishib qolgandim. Tinchlikmi? Yuzing xavotirli ko'rinyapti. Bir muammo chiqib qoldi. Muammo? Qanaqa muammo? Gapirsangchi bundoq nima bo'ldi o'zi? Gapirganim bilan baribir hal qila olmaysan. Ey og'ayni, men hal qila olmasam, tanish bilish hal qiladi. Pul hal qiladi. Tushundingmi? Mendagi muammoni puling ham, tanish bilishing ham hal qila olmaydi. Tushunyapsanmi? Katta muammodaman. Ye, bu nima degani? Bitta gap bor. Do'stlar og'ir kuningda kerak bo'ladi. Birgalashib hal qilamiz og'ayni. Nimaga siqilasan? Ha, endi biza hal qila olmasak, otang kuchli odam bo'lsa, bitta deganda hal qilib. Nima bo'ldi? Bundoq tushuntiribroq gapirgin. Yuragingni ezib yubording sen ham. Gapir. Kecha klubda kayf qilib ketganimizdan keyin anavi qizni uyimga olib ketdim. Bilmasdan kayf ustida o'ldirib qo'ydim o'rtoq. Nima? Qiz o'ldi ketdi. Tamom bo'ldim men. Katta muammo yo'qasidaman. Yana yutdim. Shu o'yinda hech qo'lim kelmadi. Bu o'yinda aql va hisob-kitob bilan yutiladi. Mana aqlim bundan katta narsalarga yetadi. Fazliddin bolaga aytgan. Dorilarni ehtiyot qilib sochsin. Hozir red boshlangan. Tag'in qo'lga tushib yurmasin bolalaring. Bolalar sen o'ylaganchalik ahmoq emas. Ular o'zini ishini puxta qiladi. Puxta ishlashni o'rgatib qo'yganman. Qo'liga tushib qolsa, bir qism jarimasini to'laydi, chiqib ketadi. Ja bo'lmasa 1-2 yil borib keladi. Meni ham boshimdan bu kunlar o'tgan. Bir marta qo'lga tushganimdan keyin pishora ishlashni o'rgandim. Unda bolalar xato qilsa shunaqa bo'ladi. Ehtiyot bo'lmagan jinoyatchi o'z qabrini o'zi kovlaydi. Sen ham xotirasan degan gaplarni. Sen aytganingdek hamma ish qilyapti bolalar. Xavotiringga o'rin yo'q. Hech kim qo'lga tushgani yo'q hali. Yaxshi. O'zing nazorat qilib yur. Erta mabodo muammo bo'lib qolmasin deyman-da. Bolalarga
Kovakan ishini puxta o'rgatib, hammasini tushuntirib qo'yganman. Alo, assalomu alaykum. Alo, Nodirga yaxshimisiz? yaxshi. O'zingchi? Tinch, rahmat. Xullas, senga bir ish bor. Qanaqa ish ekan? Bitta o'lgan qo'yni borib ko'mib kelish kerak. Qila olasanmi? Oho. Bunaqa ish qo'limizdan kelmaydi-yu, aka. Keladi. Sen oldimga kelsang, hammasini aniq qilib senga tushuntirib beraman. Hoziroq oldimga kel. Tushunarli. Bo'ldi, gap yo'q. Hozir oldingizga boraman. Yaxshi. Ha, tinchlikmi? Nodirga telefon qildi. Xo'sh, nima xizmat bor ekan? Bitta harom o'lgan qo'yni ko'mish kerak ekan. O'lgan qo'y? Qanaqa qo'y? Tushunmadim men. Odam. Qo'y, shu ishga aralashmaylik. Shu ish orqali yaxshigina soqqa ishlayveramiz. Birovni jasadini ko'mib qanaqa qilib soqqa qilasan? Ertaga bu ish hidi chiqsa, seni ham meni ham oyog'imizdan tortadi. Nodir aka mani eski tanishim. Ularga ishonsa bo'ladi. Shu paytgacha umuman panda yemaganman. Puxta reja tuzadi. Birovni jasadini ko'maman deb ertaga kiradigan joyimizga kirib ketmaylik. Diyor. Shohruh, o'rtoq. Yaxshimisan? Zoomsan? Rahmat. Qanaqasan? Bo'ladi, Xudoga shukr. Shohruh. Sana oldiga kelishim sababi ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Agar imkoning bo'lsa, qarz berib tura olasan menga. Diyor. Oldingi safar olgan qarzingni hali bermading. Yana qarz so'rayapsanmi? Og'ayni. To'g'risini aytsam, hozir chiqib tashlaganim yo'q. Yaqindagina onamni shifoxonadan olib keldim. Oyim qattiq betob bo'lib qoldilar. Dori-darmonga pul yetmayapti. Agar hozir ishga chiqib ketsam, onam uyda yolg'iz qoladilar. Onamga qaraydigan odam yo'q. Agar ortiqcha puling bo'lsa, menga berib tur og'ayni. Keyin qaytarib beraman. Diyor. Senga qarashib turadigan, oyingga qarab turadigan biror qarindoshing yo'qmi? Senga qarashib turadigan odam bo'lsa, sen undan ko'ra ishga chiqqin. Bunaqada qanaqa qilib oyingning dori-darmoniga pul yetkiza olasan? Shohruh. Boshimga shunaqangi bir kulfat tushdiki, kimga qanaqaligini bilib olyapman. Do'stu dushmanni ajrata olyapman. Qarindoshlarimdan yordam so'rab bordim. Hamma bizdan yuz o'girdi. Hech qaysi qarindoshim yordam bermadi. Tushunarli. Diyor. Men hali oyligimni olganim yo'q. Senga beradigan hozir ortiqcha pulim ham yo'q. Rostini aytayapman. Bilasan, Diyor. Oldingi qarzimni ham so'ramayapman. Pulim bo'lganda berardim. Lekin xafa bo'lma, Diyor. Pulim bo'lganda berardim. Diyor, maslahatim uyingda bu narsang bo'lsa, sotib pul qilgin. Agar bo'lmasa, bankdan kredit olgin. Oyingni dori-darmoniga ozgina pul bo'larmidi deyman-da. Hozir hech qayerda ishlamasang, bu turishingda qiynalib qolasan, og'ayni. Tushunarli. Shohruh o'rtoq. Senga albatta qarzlarimni qaytaraman. Bir imkonini topib pul topgan. Agar menda bo'lganda berardim. Noto'g'ri tushunmagin faqat. Mayli og'ayni. Sen ham bezovta qilib qo'ydim. Yaxshi qolgin, sog' bo'lgin.
Assalomu alaykum, Kozim aka. Alaykum assalom. O'tir. Nima gap? Nima bo'ldi? Nodir akam bilan gaplashdingmi? Kozim aka, Nodir akaga siz aytgandek hammasini tushuntirdim. Yaxshi. Bu ish qilib sirlig'i yopilsa bo'ldi. Shu ishni silliq bitirsangiz, Kozim aka klubni sizga butunlay berar ekan deb aytdim. Bu gapimdan keyin nimagadir kulib qo'ydi. Kozim aka, sog'lig'ingiz borgan sari yomonlashyapti. Balki biror chet elga borib davolanib kelarsiz. Sog'ligimdan xavotir olma. Nasib qilsa tuzalib ketarman. Balkim. Kozim aka, bu hovlida nima qilasiz yashab? Siz kafening ishlari, klubning ishlari, zavodning ishlari qolib ketyapti. Bu hovli ota-onamdan qolgan yodgorlik. Kecha tunda Zafarni video kameraga tushib qolgan videosini o'chirdim deb aytdi. Yana o'chirdim yo'qmi bilmadim. Nodir aka menimcha tasmani o'chirmagan. Sizga qarshi birorta ish qilmasa bo'ldi. Kozim aka, ko'chadagi bolalarning aytishiga qaraganda Nodir aka qora doriga yamarlashayotgan ekan. Nodir akam bilan ko'p qiyinchiliklar ko'rganmiz. U ko'p sirlarimni biladi. Agar o'sha tasvirni o'chirmagan bo'lsa, o'sha jasad yoniga qo'shib uni ham ko'maman.